Agarda pomidorni tish pastasiga aralashtirsangiz, nima bo'lishini istaysizmi? Natijasiga hatto ishonmaysiz ham. Avvalo, kichik pomidorni kesing va sharbatini qisib oling. Idishga 3 qoshiq pomidor sharbati va ozgina tabiiy tish pastangizdan qo'shing. Keyin yaxshilab aralashtiring. Bu oddiy aralashma tiniq va silliq teriga ega bo'lish uchun eng sirli usullardan biri hisoblanadi. U dog'lar, qora nuqtalar, ajinlar va boshqa muammolarga super yechim bo'ladi. Teringizda tabiiy nur bag'ishlaydi. Xo'sh, qanday qo'llash kerakligini qiziqyapsizmi? Aralashmani yuzingizga surting, 5-10 daqiqa ushlab turing va odatdagidek yuvib tashlang. Har haftada bir marta ushbu maskani bajarsangiz kifoya va men sizga kafolat beraman, teringiz yangilangan va yoshroq ko'rinadi. Yana kuchli retseptlar kerak bo'lsa, hoziroq bizning sahifamizga obuna bo'ling. Agarda yuzingiz o'ta ta'sirchan bo'lsa, hoziroq quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Sizning yuzingizdagi muammolarni bartaraf etish uchun Koreyaning original kosmetologik hamda dermatologik kremlarini tanlashda yordam beramiz.